Har safar yugurishga chiqqanimda o'zimda yangi sohibni, yangi simanni kashf etaman. Hayotdagi qiyinchiliklardan men yugurish orqali javob topaman. Yarim marafon meni keyingi 100 kilometrlik ultra marafonga olib chiqdi. Shu vaqtgacha men 40 kilometr marafonda qatnashmaganman. To'g'ridan to'g'ri 3 oydan keyin 100 kilometrda Nakton ultra marafonda qatnashdim. Toshkent Yakkabob yo'nalishida 420 kilometr musobaqani 6 kunda minglab charchoq bilan, yuzlab emotsiyalar bilan tugatdim. Asl maqsadim yugurishdan o'zimni chegaramni bilish va agar men bu musobaqani tugatsam jahonga chiqish edi. Soatsiz yugurish, tezlikni bilmaslik, necha soatdan beri men yuguribman qorong'uda yoki o'rmonda deyish boshqa. 100 kilometrni bosdingiz o'shaga. Kilometrni bosdim. Mana 15. Balandligi 800 metr bo'lgan tog'da tuman bir o'zim yugurib chiqib ketyapman. Hiking sticklar bor. Unda qo'rquv bo'ldi. Nimaga? Yovvoyi hayvonlar yo'qmikan bu o'rmonda? Mendan boshqa odam yo'q edi. Keyin begona yo'l, qo'rquv bo'ladi. Mana bu o'rmon hech kim yo'q. Men kelajakdagi musobaqalarimda finish chizig'ida qanaqa holatda kirib boraman? Men o'zimni singan holatimni ko'rishimni xohlayman.